Sotmaganimiz faqat shu qoldi. Butun boshli korzinka sotilyapti, ya'ni binosi sotilyapti. Qattiq lokatsiya degiding, Chorvog'i sentridagi lokatsiya. Bilasiz, bu Chorvog bo'yicha eng jonona lokatsiya hisoblanadi. Chorvog korzinka desangiz, nafaqat Toshkent, butun respublika taniydi. Ojakalarga endi payponni ichidagi pullar emas, butun boshli ombordagi pullarni olib chiqib investitsiya qilyapsiz ham, butun urug' aymog'ingizgacha boqadigan joy bo'ladi. Bu yerga xohlasangiz xuddi shu holatda balki ishlab turarsiz. Chunki Chorvog'dagi bu korzinkani qancha arenda to'lashi gap so'z bo'lib ketgan bilsangiz kerak. 62 sotiq ekan umumiy. Ana shu ko'rayotgan korzinkangizdan tashqari umumiy orqasida gostinsiyalargacha, dachalargacha bor ekan. Ketdi, mana shu dachalar bor 2-3 ta. Orqasida gostinsiya qilib ishlatadigan zanalargacha bor ekan. 62 sotiq. Bu yerda eng zo'ri aytdim-ku, eng Chorvog'ning yuragi. 2-3 etajli, 4 etajli bino qilib turib, investitsiya qilib turib, tepasiga terrasa, restoranlar qilib turib, birinchi etajini arendaga, ikkinchi etajini yana qanaqadir bilmayman, gostinsiya qilib tashab, eng tepasini terrasa qilib qo'yasiz. Voydod, shuncha pulni nima qilasiz? Bilmayman, bor-ku. Srочный, hozirdan like bosing-da. Siz tanigan eng zodagon, eng puli ko'p tanishlaringizga xos targ'atib tashlang. Chunki bunaqa lokatsiyada yer limited. Chorvog'da bitta, O'zbekistonda ham bitta. Eng ko'p pul olib keladigan lokatsiyalardan bittasi desak ham bo'ladi. Bosib oring, Toshkentning C1, Chorvog'ni mana o'sha joyi bo'ladi. Mana shu C1 Chorvog'ni.